hijoma haqida anchadan beri o'ylab yuribsiz. Bilaman. Agar kimni qabuliga borishni bilmasdan yurgan bo'lsangiz, meni qabulimga bir marta kelishingizni maslahat beraman. Sababi, meni texnikamda ishlaydigan boshqa hijomachi yo'q. Men oldin bemorni ko'rib, maslahatlashib, shunga qarab muolaja qilaman. Sunnatga muvofiq nadrezni shramsiz, og'riqsiz amalga oshiraman. Men o'zimni shaxsiy texnikamda ishlayman, ya'ni 4 etapli hijomani amalga oshiraman. Hijomadan oldin bonusiga massaj bilan boshlayman. Xo'sh, birgina qabulimdan bosh og'rig'i, qon bosimi ko'tarilishi, matkadagi og'riqlardan sunnatga muvofiq davolanishni xohlasangiz, qabulimda kutaman. Shifo Allohdan. Biz shunchaki sababchilardanmiz.